Hoca aka bizni duo qildilar. Rozi bo'ldim bergan pulimga. Sen ham baraka topgin dedilar. Surxondaryo sho'rchida biz hozir akaning uylariga darvoza o'rnatdik. Endi ota hovlimizga ham qo'yib berasan deydi. Hozir narigi mahalladan biz razmer olish uchun keldik. Bu joyda katta imorat yangi bitkazilgan ekan. Razmeri hozir shu tomonga kichkina eshik qo'ymoqchimiz. Alohida darvozani bu tomonga joylashtiramiz. Yuqorida framoga qismi ham bo'ladi. Darvoza juda katta razmer. Hozir razmerlarni olib, yangi shartnomamizni bular bilan belgilab keyin qaytamiz. Bularda planlashtirishgan ekan, bu joyga bitta darvoza, bu joyga alohida yangi darvoza qo'yamiz deb. Lekin pastdagi garajni, uy oldini to'smasligi uchun hozir men bularga tavsiya berdim. Bu joyga alohida darvoza qo'yilikda. Bu darvozani olib tashaladi. Yuqoriga katta razmerda chiroyli naves qilib bermoqchimiz. Shunda yozgi garaj o'zlaridan chiroyli holatda bo'ladi. Bu tomondagi garaj shu holatda qoladigan bo'ldi. Razmer olamiz. Bular bilan hozir yangi dogovor qilamiz. Bu atrofda biz ishlarimiz hozir o'rnatgan joyimizda bitta bo'ldi. Ko'pchilikka yoqdi degan umiddamiz. Eniga 5 metr ekan, balandligi 450 katta gigant darvoza qilamiz. Eshik o'ng tomonda bo'ladi. Darvozani tashqariga ochib bering deydi. Bu joyda shit qo'yilgan ekan. Shuni hisobiga darvozaga xalaqit berib qolmasligi uchun. Keyin bu joyimiz bu chetidan u chetigacha polisi naves qilinadi. 13,5 metr eniga oldiga chiqishi 8 metr ekan. Bu darvoza olib tashaladi. O'psha uyi oldi fasadi ochiladi shunda. Obyekt Surxondaryo sho'rchida joylashgan. Bularga hozir uchastkalarga kottejga darvoza qo'ydik. Bu joyga ham o'zingiz chiroyli qilib bitirib bering deydi. Uyga prosta yorib olishgan. Juda katta gabaritda zo'r chiqqan. Hozir mashq qismidan boshlab shu oxirigacha biz naves bilan yopib boramiz. Shunda yomg'irdan, qordan tushgan suvlar ko'cha tomonga keladi. Darvozani oldi haqiqiy ochiladi. Mana eski darvozani joyidan olib tashlaymiz. Xudo xolasa bu obyekt ishlarini ham to'liq bitiramiz. Yo'l bo'yida joylashgan ekan, biz ishlarimiz yana ham reklama bo'ladi degan bittamiz. Shikaturka qilinguncha biz darvozani bitirib olamiz. Bular bilan kelishimiz, xudo xolasa kelishib olamiz. Hamma bilan murosa qilib yurganmiz, faqat fason navis kattaligini hisobiga qanday holatda qilishimizni aniq kelishib olsak bo'ldi. Xudo xolasa biz Samarqandga qarab yo'l oldik. Akaning ishlarini chiroyli bitirganimizdan juda ham xursandmiz. Hozir birgalikda obed qilamiz, bizga yo'lga chiqib ketamiz. Bo'ldi. 6 million avans olganmiz oldingi darvozadan. 5 million boya kartaga olingiz tashab berdilar. 20 million, 31 million kelishganmiz. Bergan pulingizga rozi bo'ling sizlar. Biz ham yaxshilik ishlataylik. Duo qiling. Amin. Duo qiling. Xudo xolasa dogovorimiz bo'yicha pullarni hammasini oldik, ishlarni vaqtida bitirib berdik. Bu o'zlarining uylariga ham, katta hovliga ham idealni qilib ishlarni bitirib beramiz. Hoca aka o'zlari duo berdilar bizga. Xudo xolasa xalq xizmatidan charchamaylik. Uyi juda chiroyli holatda qilishgan ekan, yon tomonda tepaga chiqadigan bunaqa zina qilishgan, metaldan qaranglar. Juda zo'r bo'lgan ekan, tepasini ham qiziqish kelibdi chiqib ko'ray dedim. Davay bosing dedilar. Bu tomonda hovli ham katta ekan. Surxondaryoda bilasizlar, uchastkalar juda ham katta. Zinani ham prosta yorib yuborishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Vodiyli ustalar tomonidan mana shu joyi farg'onalik, qo'qonlik ustalar kelib yopib berishibdi. Polностью metal konstruksiya bilan idealniy bo'libdi. Shifrga ham ko'taradi, katta qorni ham ko'taradi deb garantiya berishibdi. Haqiqiy ishchi ustalar ekan. Qaranglar, chiroyli chiqqan. So'r qilishgan ekan, temirdan tomni yopishgan. Hozir zinani ustini ham shunday yopib yuborishga to'g'ri kelar ekan. Ro'parada yana uchastkalar bor ekan. Xolos mana shu uyga bizga nasib bo'lgan bo'lsa chiroyli ishlarni bitirib beramiz. Darvozalar biz qo'ygan joydan yana zakazlar chiqadi. Doim videolarda aytaman. Peshona teri pulimizni olganimizda hamma charchoqlar chiqib ketadi. Qurilgan uylar, qo'yilgan darvozalar egalariga buyursin, yaxshilikka xizmat qilsin. Hozir 3-uchastkani o'tchadim, ishonasizlarmi? Bu pechat stampovka darvoza bor ekan, buni olib tashlaymiz. Bu o'rtancha o'g'illarga qilib bergan kottej forma uylar ekan. Hoja akadan Xudo rozi bo'lsin. Bolalarni uylab joylab, haqiqiy ishlik qilib qo'ygan ekan. Mana binasimi? Temir chiqarib, menga bermay 1 metr chiqarib yoqish kerak bu. Bo'ldi. Shipon qilib oldin, ha? Kamera mana. Gap yo'q. Surxondaryoda juda katta uchastkalar, qaranglar. Keng, bu tomonda o'zlarining uchastkalari. U yoqda yana uylari. Gap bo'lishi mumkin emas. Hoja aka, xudo xolos cho'tki qilamiz buni ham. Sashkalar bor bu yerda. Gap bo'lishi mumkin emas. Buyursin qurgan uylar. 3 ta o'g'ilni uylab joylab, haqiqiy vatanli qilib qo'ygan ekanlar. Birinchi hovlida, ikkinchi hovliga o'tishim bilan ko'chani hisobidan yo'lagan qo'yib qo'yganman deydi. Bir-biriga aloqasi uzilib qolmasin, bir-biriga yaqinroq bo'lsin deb. Shunaqa odamlardan rozi bo'lsam, mana bolalarning kelajagi uchun hamma fundament qurib bergan ekanlar. Havas qildim. Bu hovli o'zingiz uyingizga kirish, ha? Tomorqa. Hoji boboning g'ishqimdonlari bor ekan. Qaranglar, devorni ham 50 sm qilganlar. 2 g'ish urishganda. Chunki g'ish dehqonchilik o'zlari pishgan g'ish, xom g'ish bilan shug'ullanishar ekan, ikkita zavodlar bor ekan. Xudo rozi bo'lsin, juda xalqqa foydasi tegadigan odamlar ekan. Qurilgan uylar xayrli bo'lsin. Faqat yaxshilik xizmat qilsin, faqat havasdamiz. Qaranglar, har bitta devorni 50 sm dan urganda 2 g'ishdan. Gap bo'lishi mumkin. Bunaqasini ko'rmaganman Toshkentda ham lekin. Gapga Hoji bobo Xudo rozi bo'lsin sizdan ham. Bu o'zimga xona. Namanganda zo'r standon bezapesi shu yerda. Bo'ldi. Issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya bir ikkita yerda. Namanganda Nuboy sohadan nomerading bilasiz-ku. Buni ham bitiramiz, ustalardan topib beraman. Yaxshi tajribali. Har joyda har kim bilan tanishamiz, nimalardir o'rganaman. Erinmasdan gaplashaman odamlar bilan. Nimaga desanglar, kimlardandir yangiliklar o'rganamiz. Shuncha aytadiki, sayohat qil. Biz ish yuzasidan bir o'q bilan ikki quyoq, ham ishlaymiz, ham ko'pchilik bilan tanishamiz. Shunday.
Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan hamma joydan ishbilarmon zo'r insonlar bilan tanishdim, ham suhbat bo'ldik. Juda foydali narsalar olamiz. Biz bitasizlar. Bo'ldi, gap yo'q. Zavotingizni ham ko'rsatasiz? Ha, ko'rsating. Gap bo'ldi. Zavodlarga ham relsi darvoza qo'yish kerak ekan. Endi xolos uni ham chiroyli qilib bitirib beramiz. Temir bo'yicha hamisha bitiramiz, bilasizlar. E'tibor uchun rahmat. Biz Surxondaryo vohadagi safarimiz davom etmoqda, xizmatdamiz. 7 ta student bor ekan uylarida, 3 ta o'g'li o'qitar ekanlar. Turmushga bergan qizlargacha institutda o'qitar ekanlar. Hammasi Toshkentda Yuldiskida degan milliy bitirgan o'g'illar bor ekan, tanishdik. Ancha gaplashdik, ham suhbat bo'ldik. Zo'r havas qiladigan yaxshi, fayzli xonadon ekan. Hammaga nasib qilsa, yaxshi niyatda bola o'stirayotganlarga, bolalarni o'qitish, uyli joyli ishlik qilish nasib qilsa hammaga. Xohlasa. Shu insonlarga o'xshab mana qarili gashini surib, pensiyani olib, shunaqa gabatni katta moshlarda o'ladigan dunyoda yashashga nima aytsa. Hammaga nasib qilsin. Chin dildan tiladi hammaga. Surxondaryo sho'rchiga kelib endi bek go'shtini ta'minini bilib ketmasa bo'lmaydi-ku. Bolalar ishlashdi gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqat halol mehnat qilib pul topishadi. Xalq xizmatidamiz. Hamma duosini olishga harakat qilamiz. Qaranglar shunaqa fayzli dasturxonlarsizda nima bilan ko'rsin. Ko'rmasinda bu. Bo'ldi. Mehmon Surxondaryo sho'rchini haqiqiy jiz Dubay go'shti, Dubay go'shti gap bo'lishi mumkin. Hoji bobo legenda odam bo'lgan ekanlar. Bu territoriyada hamma hurmat qilar ekan. Oldingi aydan ishlab, pensiyaga chiqqan inson ekanlar. Hozir bu kishini duolarini oldik, mehmon qildilar, gap bo'lishi mumkin. Xudo rozi bo'lsin.